Piyozlarimizni kuzatib olamiz. Qolgan smalog'imizni solamiz ustidan. Yaxshilab aralashtiramiz. Hamma joyini aralashtirib, qopqog'ini 1 daqiqaga yopamiz. 1 daqiqadan so'ng yana ochamiz. Aralashtiramiz yaxshilab. Pastga qolib ketgan piyozlarini tagiga aralashtirib olamiz. Yana qopqog'ini yopib 1 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Mana ko'katimiz tayyor, smalag'imiz, piyozimiz pishib chiqdi. Bu orada tuzlar, zira solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Pishgan ko'katimizni idishga olamiz. Idishga olib bu orada alohida to'g'ralgan ko'k piyozni olamiz. Lavash xamiri, menda 6 ta ekan lavash xamiri. Ehtiyotkorlik bilan ajratib olamiz. Lavash xamirlarini ajratib tekis qilib yozib olamiz. Yoyilgan lavash xamiriga yog'imizni surib olamiz. Ozroq sursanglar bo'ladi, ko'ngillarga bo'ladi, ko'p sursanglar. Hamma joyiga bir xil qilib surib, masallig'imizni solib, hamma joyiga tekis qilib yoyib olamiz. Bir xilda qilib hamma yog'iga yoyamiz. Shu ko'rinishda tugib olamiz. Birinchi old tarafini unchalik bosmasdan ehtiyotkorlik bilan uchini qayirib, o'rtalarini ham ozgina yog'laymiz. Ko'katimizdan ozgina olamiz. Solib teng ikkiga chiroyli qilib ishlab berib olamiz. Mana tayyor. Qizib turgan skоворodkamizni shu usulda yog'lab tayyor bo'lgan buklamamizni solamiz. Qopqog'ini yopib 1 daqiqaga dimlaymiz. 1 daqiqadan so'ng unutamiz. Shunaqa qizarib pishib chiqadi. Tayyor bo'lgan lavashimiz xamiridan mana buklamamiz tayyor. Juda ham shirin chiqadi. Yana skоворodkamizni yog'laymiz. Skоворodkani yog'lab shu usulda davom etamiz. Menda hammasi bo'lib 6 ta buklama chiqdi. Solamiz. Qopqog'ini 1 daqiqaga yopamiz. O'rta olovda unchalik baland bo'lmasin gazinglar, o'rta olovda pishirib olamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, qizarib, kusur bo'lib chiqadi.